Qani razvedkachi ishini boshlaydi. Birinchi qiladigan ishimiz otga ovqat berish. Jonivor, yaxshimisan? Dam olyapsanmi? Bu qorni chiqaganda. Mana olma yeysanmi? Sen gapiryapman. Jonivor. Aytgancha, buni ismi Jek. Yeme, chota. Voy. Kattalashyapti. Вообще katta bo'lib ketdi boya. Ko'rdinglarmi sizlar? Voy, uzr. Senchi, yemaysanmi? Unda men uyga borib kelay. Ishni boshlashdan oldin xaritalarni qo'lga olamiz. Kanalga. Xarita 1, xarita 2, xarita 3. Mana. To'g'ri-da. Çok. 5, 4, 3, 2. Hozir men qishloqqa borishni bilib olishim kerak. Voy, harom. Buni yemaydi. Harom kechqurun. Ketdi. Esimdan chiqib ketibdi. Jekni olish kerak-ku. Jek bilan birga borishim kerak edi. Qani maslahatli kiyaman. Qurollarni esa o'zim bila olaman. Hozircha mayli. Shit kerak bo'ladi. Qani ketdi. Chiqorligini qarang. Qani. Shu. Jek, olg'a. Aytgancha, qalqondan hech narsa ko'rinmayapti. Qalqonni tashlash kerak.